doim istig'for aytib yursak, mana shu oyatni va'dasiga binoan haligi narsalarni hammasini elimizga, yurtimizga Alloh taolo serab qilib qo'yar ekan. Ana bu rizq so'rash, farzand so'rash, tinchlik, omonlik, obodonlik, xayr, baraka so'rashni eng oson yo'li ekan. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deb yurish. Endi bundan ham yuqori nuqta. Uncha odam hayoliga kelmaydigan bir nuqta. Istig'forni gunohi bor yoki hojati bor odam aytadimi? Boshqalar aytmaydimi? Ana savol. Gunohi bor, istig'for aytsa, mag'firat so'rasa, gunohi yuvilar ekan. Hojatman hojatini so'rab niyat qilib istig'for aytsa, hojati chiqar ekan. Alloh bir odamni itoatda qilib qo'yibdi. Yaxshi yuribdi. Hamma yog'i serob. Istig'for aytmaydimi? Yo'q, aytadi. Aytadi.